Endisi ham motoblok olmasangiz bo'lmaydi. Agroservis do'konlarimizda atiga $100 motobloklarni berib yuryapmiz akalar. Faqatgina mana shu videoga bitta like bosib, kommentariyaga kirib omad so'zini yozib qoldiradigan bo'lsangiz, bizni do'konimizdan kelib atiga $100 motoblok sotib olsangiz bo'ladi. Atrofda mana shunday mini kultivatorlarimiz 1,5 million so'mdan 3 milliongacha sotilayotgan bu mini kultivatorimizni biz sizlar uchun atiga $100 evaziga 1 million 200 ming so'm evaziga berib yuboramiz. Ko'rib turgan mini kultivatoringiz yangi mahsulot kesalaringiz yurgizib ishlatib ko'rsatib beramiz. Bu mini kultivator apparatni olib, hozirgi paytda kultivatsiya qilishda, agatlarni olishda bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Bu mini kultivatorlarda atrofda 3 ot kuchli, 5 ot kuchli deb sotilyapti. Bu o'sha 3 va 5 ot kuchli original bo'lgan korobka qismlari katta variantida mini kultivatorimiz hisoblanadi. Mini kultivatorimizning narxi atiga $100 evaziga. Agarda sizga bunaqa mini kultivatorlar emas, original bo'lgan, bundan ko'ra baquvvatroq skorslari bor original motoblok kerak bo'lsa, original Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan Belarus motobloklarimizdan ham olib kelib qo'ydik. Motobloklarimizni hozirgi paytda yangi partiyada yetib kelgan variantlari temir g'ildiraklari va undan tashqari universalni pluglari, o'ng tomonga, chap tomonga ligirovka bo'ladigan universalni pluglari bilan komplekt holatda yetib kelgan. Va undan tashqari bu motoblogimiz rollari bitta qo'lni o'zida 180 gradusgacha burilib oladigan gidravlikali varianti bo'ladi. Siz mumkin mana shunday bonuslarni ham akalar sizlar uchun tekinga berib yuboramiz. Ko'rib turgan mana shunday elektrический qaychilaringizni 1 so'm pulsiz tekinga olib ketishlaringiz mumkin. Faqatgina videoga like bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib qoldirgan bo'lishingiz kerak. Mana shunday instrumentlarni tekinga olishni xohlasangiz, bu videoni oxirigacha kuzatib boring. Xo'p, hozirgi paytda aytib o'tganimda bunaqa mini kultivatorlar emas, original bo'lgan motoblok qidirib yurgan akalarimiz uchun Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan motor qismi 177 ot kuchli motorlar bilan jihozlangan, yurgizish joylari zavodni orqali yoqilg'i turi benzinli modeldagi motoblogimiz Belarus motoblogi. Motoblogimiz soatiga 0,5 litr benzin rasxod qiladi. Vozdухning filtrlari maslinni qilib ishlangan va motoblogimizda korobka qismlari e'tibor berishlaringiz mumkin. Katta korobkalardan qo'yilgan 550 talik korobkali varianti. Bu motobloklarda hozirgi paytda bizning do'konlarimizda 150, 250, 350, 450 va 550 talik markali variantlari bor. Bu degani asosiy ichki tomon zapchaslari, shesterni o'qlari, mana shu bloklari eng baquvvat original zapchaslardan qo'ydirib olib kelganmiz va qishloq xo'jaliklari ham 100% ishlaydi akalar. Bundan tashqari motoblogimiz skoroskga tushishlari juda ham qulay. Birinchi, ikkinchi skoroslari bor va zatni xotlarigacha bor. Bu motoblogimizda Parijning повышенный skoroslari mana shu skorosni o'zida jihozlangan. Bu degani yoshi katta odamlar ham bemalol boshqarish imkoniyati bor. Xo'p, balonlarda xohlasangiz mana shunday o'zini balonlari yordamida katta balonlar qo'yilgan. Mana shunday pluglar yordamida yerlarni haydashda, agatlarni olishda foydalanishlaringiz mumkin. E'tibor berishlaringiz mumkin. Pluglarimiz ham o'ng tomonga, chap tomonga ligirovka bo'ladigan va xohlasangiz jo'yak olish uchun mo'ljallangan universalniy plug hisoblanadi. Bu motoblogimizda mana shunday temir g'ildiraklarni qo'yib ishlatishlaringiz ham mumkin. Xohlasangiz o'zini balonlarida ham bemalol aravalarda tortishda, pluglarni tortishda foydalanishlaringiz mumkin. Xo'p, motoblogimizning rollarini gidravlikali qilganimizning sababi hozirgi paytda mana shunday aravalarda yuk tashiyotgan paytingiz rollari burilishligi uchun qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun katta balonlardan qo'yib, rollarni 180 gradusgacha buriladigan qilib tayyorlab qo'yganmiz. Hozirgi paytda barcha turdagi motobloklarimiz uchun rollarni gidravlikali qilib tayyorlab bera olamiz. Xo'p, bu motoblogimizda narx-navlariga kelib o'tadigan bo'lsa, hozirgi paytda o'zini komplektlarida frezalari, dokumenti, kulishlari
va mana shunday 450 va 550 talik korobkali variantlariga 1 yildan 2 yilgacha garantiyalari bor. Bundan tashqari bu motoblogimizni aytib o'tganda 150, 250, 350, 450, 550 talik markali variantlari bo'lganligi uchun narxlari atiga 3 million so'mdan boshlab 5,5 million so'mgacha 763li Belarus motobloylarimiz bor. Bu motobloylarimizni xohlasangiz mana shunday katta balonlarni qo'yib beramiz. Xohlasangiz o'zini mana bunday zavodskoy balonlari bilan tayyorlab bera olamiz. O'zini Xitoydan keladigan balonlari mana shunday zavodskoy balon bo'ladi. Kelishilgan holatda mana shunday rollarni gidravlika qilib berishimiz 200 ming so'mdan boshlab 400 ming so'mgacha bo'ladi. Balonlarni kattaroq qilib berishimiz 150 ming so'mdan boshlab 300 ming so'mgacha balonlarni kattaroq qilib tayyorlab bera olamiz. Bundan tashqari temir g'ildiray so'ragan akalarimiz uchun temir g'ildiraylarimizni hozirgi paytda narx-navolari atiga 500 ming so'mdan boshlab 700 ming so'mgacha temir g'ildiraylarimiz sotuvda bor. Orqasidagi pluglarimiz esa hozirgi paytda narxlari 600 ming so'mdan boshlab 1 million 400 ming so'mgacha mana shunday universalniy pluglarimiz sotuvda bor. Videoni boshida aytib o'tganimda motoblogimiz o'zini komplektiga freza, dokument, kulush va 1 yildan 2 yilgacha garantiyalari bilan narxi 3 million so'm, 3,5 million so'm, 3 million 800 ming, 4 million, 4 million 500, 5 million, 5,5 million so'mgacha variantlari bor. Kelib, o'zingizga yoqqanini tanlang, narxini kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Undan tashqari mana shunday agregatlari bilan komplekt holatda sotmoqchi bo'lsangiz, komplekt holatini 5,5 milliondan boshlab 7,5 million so'mgacha komplekt holatda tayyorlab beramiz. Bundan tashqari hozirgi paytda mana shunday mini kultivatorlarimiz ham faqatgina soni chegaralangan, atiga 50 dona qo'yilgan, atiga 100 dollardan berib yoramiz akalar. Videoga like bosib, kommentariyaga omad deb yozganligingiz uchun kelib bemalol 100 dollar evaziga mana shu mini kultivatorda olib ketishlaringiz mumkin. Boshqa turdagi 763li motobloylarimizdan ham bor. Eng arzon 763li motoblogimiz narxi 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 ming so'mdan 6,5 milliongacha 350 xil modeldagi 763li motobloylarimiz bor. Bemalol kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Undan tashqari videoni boshida aytib o'tganimda mana shunday instrumentlarni tekinga beramiz dedim. Mana shunday instrumentlarni sizlar uchun mana shu videolarga like bosib, kommentariyaga omad deb yozganlaringiz uchun bizning do'konimizda hozirgi paytda e'tibor berishlaringiz mumkin. Do'konimiz ichida mana shunday omadli barabanimiz qo'yilgan. Bu omadli barabanimiz ichida sizga tashqarida ko'rsatilayotgan elektrический to'lqaychilar, shurpayor, bolgarka, drill, dori apparatlari shunga o'xshagan 100 xildan oshiq sovg'alar mana shu baraban ichida joylashtirilgan. Kelib Motobloyni o'zingizga yoqqanini tanlang, narxini kelishtirib beraman va undan tashqari bu barabanni aylantirsiz, bu joydagi nimaiki sovg'a tushishidan qat'iy nazar 1 so'm pulsiz sizga tekinga qo'shib beraman. Faqatgina videoni shartini bajarib qo'yishni unutmang. Videolarga like bosing va kommentariyaga omad so'zini yozib qoldirib qo'ying. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Bu barabandagi sovg'alarimiz 763lidan boshlab 1763li motobloylargacha amal qiladi. Mini kultivatorlarimizni aytib o'tganimda eng arzonlari atiga 100 dollardan boshlab 2 million 800 ming so'mgacha mini kultivatorlarimizdan ham sotuvda bor. Ekranga nomer qoldirdim. Yana ham batafsil to'liqroq ma'lumotlarni ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, yana ham to'liqroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.